birodarlar, savoblarga ega bo'lasiz. Nima uchun bu mavzuni ko'tardik? Musulmon odamga, mo'min odamga yetishi mumkin bo'lgan juda ham bir xatarli kasallik bor. Bu kasallik haqida har bitta mo'min xabardor bo'lishligi shart. Bu kasallikning nomi nifoq, munofiqlik. Bu kasaldan hech qaysi mo'min xotirjam bo'lishi mumkin emas. Chunki tirikligida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitgan Umar ibn Xattob o'zini jannati ekanligini, tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nomma-nom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Xattob kelib so'rayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlar qatorida sanaganlarmi? Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh omonat deb aytgan. Huzayfa roziyallohu anhu omonatdor inson bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bu sahobasiga aytganlar. Munofiqlarning kimligini Abu Bakr Siddiqqa, Umar ibn Xattobga, Ali ibn Abi Tolibga emas, mana shu sahobasiga aytganlar. Chunki omonatdor odam bo'lgan. Huzayfa roziyallohu anhu yo'q dedi. Endi ular haqida, munofiqlar haqida Rasululloh aytgan so'zni sizdan boshqasiga aytmayman dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'radi, javob berdi va o'zi aytayapti. Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, bundan keyin hech kimga aytmayman munofiqlar haqida dedi. Umar Odil, Umar al-Faruq radhiyallohu anhu munofiqlikdan qo'rqib savol so'ragani siz bilan bizga bu kasallik, bu mavzu qanchalar muhim ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Hech kim o'zini qalbida nifoq bor deb bilmaydi. Hammamiz o'zimizni bu nifoqdan omonmiz. Bizi qalbimizda unaqa munofiqlik degan narsa yo'q deb aniq ishonamiz. Lekin Hasan Basriyning so'ziga quloq solaylik-da. Ma amina nifaqa illa munafiqun. Nifoqdan faqatgina munofiq inson xotirjam bo'ladi. Va ma khafa nifaqa illa mu'min. Munofiqlikdan, munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mo'min odam qo'rqib turadi. Faqat mo'min xavotir olib turadi. Tushunarlimi? Menda munofiqlik yo'q deyapsizmi? O'sha nifoq shu. Munofiqlikdan qo'rqmayapsizmi? Mana shuni o'zi nifoq borligiga belgi emasmi? Hasan Basri aytayaptiki, faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Men munofiq emasman deb o'ylaydi. Endi munofiqlikdan qo'rqadigan odam haqiqiy mo'min odam bo'ladi. Menda yo'qmikin shu kasal? Kelinglar shu kasalni ko'rib chiqamiz. Bu nihoyatda bir xatarli mavzu, shuning uchun har bitta mo'min bu narsadan xabardor bo'lishi kerak. Nifoq insonni qalbini quritadigan amal. Bu nima degani? Bu nifoq shunaqa kasallikki, bandani qalbiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, ammo buni sezmaydi. Qalbida, nafsida yurgan bo'ladi-yu, ammo buni bilmaydi. Ehtimol nifoqdan qo'rqmayotgan odam munofiq bo'lib bo'lgandir, ammo buni sezmaydi. Chunki nifoq birodarlar odamlarga bilinmaydigan maxfiy narsa. Nifoq